Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, kuzatuvchilar, yana bitta milliy sertifikatga tushgan trigonometriyaga oid bo'lgan ifodalarni soddalashtirish shartidagi misolni yechimini tushuntirib o'taman. Demak, bu yerda xo'p, ikkita sinus boshladik, mana ikkita sinus 20 plus sinus 40 ni bunday deb yozaman. Sinus 2 alfa formulasidan foydalansak, ikkita sinus 20 kosinus 20 deb yozsak bo'ladi. Sinus 40 da. Ya'ni sinus 2 ko'paygan 20 deb yozsak, xuddi shunday mahrajdagi sinus 40 ni ham minus 2 ta sinus 20 kosinus 20 deb yozib olaman. Bu mana sinus 2 alfa teng 2 ta sinus alfa kosinus alfa degan formuladan foydalanyapmiz bu yerda. Demak, teng, xo'p. Bu yerdan 2 ta sinus 20 ni chiqarib olsak, suratdan 1 plusdan kosinus 20 qoladi. Mahrajdan hop 2 ta sinus 20 ni chiqaraman, mahrajdan ham 1 minusdan kosinus 20 qoladi. Demak, 2 ta sinus 20 lar qisqartirib yuboraman. 1 plusdan kosinus 20 taqsim 1 minus kosinus 20. Endi 1 ni nima deb yozib olaman? Sinus kvadrat 10 gradus plus kosinus kvadrat 10 gradus deyman. Kosinus 20 ni kosinus kvadrat 10 gradus minus sinus kvadrat 10 gradus deb yozaman. Xo'p, kosinus 2 alfa formulasida, ya'ni kosinus 2 alfa teng kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa degan formuladan foydalansak. Xo'p, bo'ladi. Xuddi shunday mahrajda ham sinus kvadrat 10 gradus plusdan kosinus kvadrat 10 gradus minus, demak, birdan minus ochib ketaman. Mana kosinus kvadrat 10 gradus bu plus bo'lib qoladi-da, sinus kvadrat 10 gradus. Shunda sinuslar suratda ayrilib ketadi. Mahrajda kosinuslar ayrilib ketsa, tepada ikkita kosinus kvadrat 10 gradus bo'ladi. Mahrajda ikkita sinus kvadrat 10 gradus. Bu bizga kotangens kvadrat 10 gradusni beradi. Demak, javobi kotangens kvadrat 10 gradus bo'lar ekan. Xo'p, video foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.